650 ming so'mga Kezilo brendidan kacheli bo'ladigan stulchkamizni olib kelganmiz. Hozir video davomida funksiyalarini ko'rsatib beraman. Patnasi 2 qavatli bo'ladi. Ustki qismini yechib foydalanishingiz ham mumkin. Xohlasanglar bu patnisini umuman olib tashlasangiz ham bo'ladi. Stulimizni sidenalari eko kojadan qilingan bo'ladi. Bu stulchkamizni xohlasanglar yonboshlagan holatda, xohlasanglar to'liq yotilgan holatda ham foydalanishingiz mumkin. Shu holatda o'zida ham oyoq taraflari knopkasi bor. Oyog'ini ko'tarib qo'ysanglar bo'ladi. Farzandinglarning xavfsizligi uchun remen strixovkalari ham qilingan. Stulchkamizni bo'yini bemalol baland-past qilib, xon taxtaga yoki katta o'niktali stullarga ham mo'ljallab ishlatsanglar bo'ladi. Stulchkamizni kacheli qilib ishlatmoqchi bo'lsanglar, patnisini yechib tashlaysizlar, patnisi olinadi. Stulchkamizni orqa tomon tagida knopkasi bor. Knopkasini bosamiz, oxirigacha tushadi spinkasi va keyingi funksiyasi bu yoq taraf, yon taraflari prujinali bo'ladi. Shuni prujinasi tepaga ko'tarasizlar, yotqizib qo'ysanglar bo'ldi mana. Stulchkamiz bemalol kacheli holatiga keladi. Bemalol kachelasidan foydalanishingiz mumkin. Balonlarida tormozlar bor. Tormozni bosib qo'ysanglar bo'ldi mana. Farzandinglarni bemalol yotqizib qo'yib foydalanishingiz mumkin. Bu ko'rib turgan stulchkanglar ma'qul bo'lgan bo'lsa, narxi 650 ming so'm. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatlarimiz ham mavjud. Ishonchli tez yetkazib beramiz, murojaat qilaverasizlar.